Toshkent issiqlik elektr markazi shahrimiz iste'molchilarini uzluksiz elektr va issiqlik energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Korxonada 500 dan ziyod ishchi xodimlar faoliyat ko'rsatmoqda. Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri xodimning hayoti va sog'lig'i ustuvorligini ta'minlashdir. Ishni xavfsiz bajarish uchun mas'ul javobgar shaxslar tayinlanadi. Har bir olib boriladigan ish maxsus blankalarda rasmiylashtirilgan nariat ijozati asosida amalga oshiriladi. Badanlikda bajariladigan ishlarni mustaqil bajarishga yoshi 18 dan kam bo'lmagan, sog'lig'i mos keladigan, yuqorida ishlash bo'yicha kamida 1 yillik ish stajiga ega va kamida 3-razryadli xodimlarga ruxsat etiladi. Balandlikdagi ishlarni bajarish uchun nariat ijozati rasmiylashtiriladi. Javobgar shaxslar tayinlangandan so'ng ish joyi tayyorlanadi va ishga ruxsat beruvchi shaxs ishchilarga qayerdan chiqish, saqlash kamarining karabinlarini qayerga ilish bo'yicha to'liq va yetarli yo'riqnoma berishi shart. Saqlash kamarlarida keyingi sinov sanasi ko'rsatilgan yorliq bo'lishi zarur. Balandlikda ishlaydigan xodimlarda maxsus ruxsatnoma bo'lishi shart. Ish rahbari buni ish joyida tekshiradi. Balandlikda ishlash uchun mo'ljallangan havozalar, to'shamalar va boshqa moslamalar inventar bo'lishi va namunaviy loyihalar asosida tayyorlanishi shart. Inventar havozalar va to'shamalar ishlab chiqargan zavod yoki korxona pasportiga ega bo'lishi kerak. Havozalar loyihasi uni ishlab chiqqan tashkilotning bosh muhandisi, shuningdek uni ishlab chiqarishga buyurtma bergan korxonaning bosh muhandisi tomonidan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Balandligi 4 metrdan yuqori bo'lgan havozalar faqat komissiya tomonidan qabul qilinib, dalolatnoma rasmiylashtirilgandan va korxona bosh muhandisi tomonidan tasdiqlangandan so'ng foydalanishga topshiriladi. Havozalar va to'shamalarni qabul qilish hamda ko'rikdan o'tkazish jurnalida qayd etilishi shart. Dalolatnoma tasdiqlanmaguncha havozalarda ishlash taqiqlanadi. Ekspluatatsiya jarayonida havozalar har kuni ishlar rahbari tomonidan ko'zdan kechirilishi shart. Xizmatchilardan biri ishlayotgan xodim yonida turib, uning texnik xavfsizlik talablariga rioya etib borishini kuzatishi shart. Detallar konstruksiyaga uzluksiz kanat, arqon yoki shnur yordamida chiqarib berilishi shart. Tagida kuchlanish ostida bo'lgan tok o'tkazuvchi qismlar joylashgan konstruksiyalarda ish olib borilganda asbob-uskunalar tushib ketmasligi uchun ular bog'lanishi shart. Balandlikda bajariladigan ishlarda maxsus himoya vositalari va anjomlar tekshiruvdan o'tgan xavfsizlik kamari, arqonlar, jihozlar va narvonlardan foydalanishi zarur. Xavfsizlik kamari har doim mustahkam joyga mahkamlangan bo'lishi kerak. Faqat soz holatdagi narvon va havozalardan foydalaniladi. Narvon qo'llanilganda u vizual tekshiruvdan o'tkaziladi va sinovdan o'tganligi haqida maxsus birkaga ega bo'lishi kerak. Narvonni gorizontalga nisbatan 75 darajadan ortiq burchakka o'rnatish taqiqlanadi. Statsionar to'siqlar bilan ta'minlanmagan obyektlarda 1.1 metr balandlikda vaqtinchalik to'siqlar o'rnatilishi kerak. Ish joyi pastida xavfli hudud belgilanishi lozim. Elektr va gaz payvandchilari metall zanjirdan tayyorlangan himoya kamarlaridan foydalanishi shart.